Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ishsiz fuqarolarga subsidiya qaytarilmaydigan mablag' va subsidiya foizsiz qarz ajratish bo'yicha arizalar qabuli boshlandi. Subsidiya va subsidiya arizalar jismoniy shaxslardan test rejimida quyidagi 3 ta yo'nalishga qabul qilinmoqda. Urug'lik va ko'chatlar sotib olish uchun subsidiya 1,125 ming so'm. Migratsiyadan kelgan shaxslarga qishloq xo'jaligi kooperativlariga ustav fondi kiritish uchun subsidiya 3,750 ming so'm. Kambag'al oilalar oila a'zolariga zarur asbob-uskunalar uchun subsidiya 18,750 ming so'm. Mazkur mablag'lardan foydalanish uchun subsidiya mazkur mablag'lardan foydalanish uchun asosiy talablar: ijtimoiy himoya reyestri yoki kambag'al oila a'zolari reyestriga kiritilgan oila egasi yoki a'zosi bo'lish, ishsiz reyestriga ishsiz deb e'tirof etilgan bo'lish.